Assalomu alaykum barchalarga. Mana sizlarga navbatdagi uголogimizni video obzorini boshladik. Hop, buni razmeriga keladigan bo'lsak, shu tarafi 4 metr. Bu yog'i ikkita burilgan tarafi 230 dan 3 dona tumbasi bor. 6 ta yostig'i bor. 6 ta yostig'i. Sidinalari rossiyskiy pampers prujinada. Yog'ochiga keladigan bo'lsak, yog'ochi 100% sasni yog'och. Xon taxtasiga keladigan bo'lsak, stoliga kalyonni oyna 1.75 ga endi 85. Odam bemalol kirib chiqish uchun yasalgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Odam bemalol kirib chiqa oladi. 4 ga 230 S shaklida uголogimiz. Qora panteramizni S shaklida qilib yasalgani. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni Samarqand Urgutlik opamiz oldin ham olgan edi. Yana bitta xuddi shunaqa qilib bering Nodirbek deb murojaat qilishdi kechagi kunlari. Yana bitta xuddi shunaqa qilib berganmiz. Oldin ham qilib berganman. Oldin ham xuddi mana shu razmerda qilib berganman. 8 million so'mga qilib berganman, xuddi shuni. Prosta unda qish edi, yo'l kirasi juda qimmat bo'lib ketib qolgan edi. Hozir yo'l kiralari juda arzon bo'lib qolgan. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda qilib berilaveradi. Orqalari ham o'zining materialida. Mana polni o'zining materialida. Koja emas bu, lata material. Moshi artib, yuvib, tozalab ishlatsanglar bo'laveradi. 3 ta tumbasi bu yerga tushgan, mana. 10 tadan oshiq odam sig'adi mashinga. Mehmonxonalarga qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana xuddi shu ko'rinishini 10 tadan oshiq odam sig'dirsanglar bo'ladi. Xuddi shu holatini mana Ash opamizga ash paytda ham 8 millionga qilib berganman. Hozir ham opa dedim, xuddi ash pulga qilib bera olaman dedim. Machalkamizga narx qo'shilib qoldi. Har 1 santimetriga 3000 so'mdan narx qo'shilib qoldi machalkamizga. Lekin opamiz eski klientlik uchun yana ash narxga qilib berardim. Borishlari sintifon. Xudo xolasa, sidinalariga 22 pilots machalkaga rossiyskiy pampers prujin ishlatganmiz. Ichlarini aytib o'tganimdek 100% sasni yog'och. Tera chiqib qolsa shu komplektni aytaman, har doim aytaman, bekarga beraman. Xo'p, ismim Nodirbek. Telefon nomerlarini qoldiraman. Murojaat qilib, WhatsAppdan, Telegramdan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Uzoqlarda bo'ladigan bo'lsanglar, imo'im ham bor. Shu nomerni saqlansanglar, imodan ham chiqsanglar bo'ladi. Telefon qilib, bemalol murojaat qilib, zakaz qilsanglar bo'ladi. Ash aytib o'tganimda 100 ming, 200 ming so'm zakat berasizlar, bo'ldi. Qolganini butkizganimdan keyin xohlasanglar, ishonch hosil qilsanglar, butkizganimdan keyin tashab qo'yinglar. Xohlasanglar, borgandan keyin to'lov qilsanglar ham bo'laveradi. Karta orqali to'lov qilaverasizlar mana. Ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa. Chiroyli qilib sizlarga ham shunaqa qilib beramiz. Like, podpiska bosinglar, bitta qo'llab-quvvatlaylar. Xudo xolasa mana shu uголogimiz agar bor yana bo'pti mayli 10 mingta like olsin, bitta uголог yana bonusga qo'yaman, xudo xolasa. 10 mingta like bitta to'playdigan bo'lsak, 10 mingtaga yaqinlashib qolibmiz o'z obunachilarimiz, xudo xolasa. 10 mingta like oladigan bo'lsa, mana shu uголogimiz, xudo xolasa, bitta uголог shunday bonusga qo'yaman inshaalloh. Sizlardan iltimos, bitta poddeshka qilinglar. Uzoq yaqinda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz qo'llab-quvvatlaysizlar shunchalik. Xudoga shukr, rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Yana bitta poddeshka qilib beringlar. Xudo xolasa sizlarga yanada bundan-da chiroyli ishlarimizni ko'rsatishda davom etaman. Narxlarini ham chiroyli qilib kelishtirib, arzonroq qilib beraman. Garantiyalarini beraman, behijolat. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilinglar. Telefon nomerlarini qoldiraman. Ismim Nodirbek, aloqaga chiqib mana shunaqa desanglar, chiroyli qilib beraman, xudo xolasa. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan doimgidek Nodirbek bilan like bosishni unutmanglar.